Bo'g'oz To'rali 27 millionga sotdim de. Tug'magan. Tug'ishni biladimi? Baraka yurgizing aka bu videoga endi. Voy, mana uni qaranglar, aka kelgan. Novosga o'xshaydi bu. Eng yoshlaridan mana. Bozorning erkak toylari. 7,5 milliondan aytilyapti, 7 million 300 ming so'm, 10 million 100 mingga mana bu yerda savdosi bo'lyapti. Nasib qilsin. Nech pulga chiqdi savdosi aka? 14 million 650 mingga savdo qilishyapti akalar. Savdosi bo'lyapti buni. 16 million 300 alov. Mo'ljaldan ham baland so'radi, biz mo'ljal qilganlar. Nada ham savdo bo'lyapti akalar, bu gigantmi. Va qaysi savdo bo'lyapti? Mana shu bo'ldi savdosi. Hozir ha, nech pulga bo'ldi? 27 million so'm. 27 million. To'rali. To'rali bo'g'oz. Nechinchi qorin ekan? Birinchisiga. Hala yaxshi. To'rali bo'g'oz akalar 27 millionga birinchi qoringa savdo bo'pti akalar. Qani egasi? Asbek, ne gapiri? Bo'g'oz To'rali 27 millionga sotdim de. Suyuq mol mana birinchi tunsa. Jala olganga sotganga barakasini bersin. Ertalabki barakalarimiz mana bo'g'ozlardan boshladik. Assalomu alaykum Alo'z kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugun 14-dekabr hafta kuniga yakshanba Farg'ona viloyati Quva tumani Quva chorva mol bozoriga tashrif buyurganmiz akalar. Lokatsiyasini Telegram grupamizda Alo'z deb yozsalaring chiqadi. Tashab qo'yamiz akalar. Bemalol ko'rib olaverasizlar. Kelib savdolarni qilsalar bo'ladi. Har yakshanba bo'ladi bu bozor. Katta mashina. Bo'ylari 125, 130 plus minusda. Aka necha oylik deyapsiz buni? 6 oylik. Nechinchi qorin? Ikkinchisi. Ikkinchi qoringa 6 oylik bo'g'ozimiz akalar. Narxi necha pul deyapsiz aka buni? 30 million kami bor. So'radim bozor. Balanti necha qildi aka? 23 million qildi akalar. Baland. Mol lekin juda go'zal. Aka yeb ichishlari, sog'liqlari joyida. Nomer qo'yib beraylikmi? Bormi yana shunaqalardan? Ayting nomer. 91lik 665 2999 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib barakasini qilib olaverasizlar akalar. Bozoringizni bersin aka. Katta akalar bular. Bugun xudo xolasa qo'ldan kelgancha bo'g'oz, qo'najin, qisir hammasini chiqarib beramiz. Buni ko'ramiz akalar, bir uy 30 plus minusda bo'yladi. Aka bo'g'ozmi bu? Necha oylik? 3 oylik. 3 oylik. Nechinchi qorin? Birinchi qoringa 3 oylik bo'g'ozimiz akalar. Narxi nech pul deyapsiz buni aka? Narxi nech pul deyapsiz? 32 kami bor. So'radim bozor aka. 26,5. 26,5 so'rabdi akalar bozor. Mol turishini qaranglar, dinozavr bu. 26,5 qutdi bozor akalar. 32 kami bor narx aytilyapti. Birinchi qoringa 3 oylik bo'g'oz. Alo'z aka. Alo'z. Aka bormi yana shunaqalardan? Nomer qo'yib beraylikmi? Ayting. 90lik 273 25 40. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib barakasini qilib olaverasizlar. Go'zal. Bozoringizni bersin aka. Bundan kam bergan yo'q. Avodaga qaysini savdo qilyapsiz? 16 million. 16 million. Necha oylik ekan aka? 6 oylik. 6 oylik bo'g'oz. Birinchi qorinmi? Birinchi qorin. Mana Alo'z ham kelib qoldi, qamab berdim. 15 sutga olib kirib qo'yadi. 16
Birinchi qoringa bo'g'ozmiz akalar. Barakani qiling aka, ushlang qo'ldi. Rahmat. Yo'q. Mana aka. Otaman qachon ikkilarda kelib bo'lmasa aytchi Bular ikkilarda abdiylik g'olibni osh olib Akalar savdosi bo'lyapti. Aytilayotgani necha pul deyapsiz aka? 20 deyapsiz aka. Aytilayotgani 20 million aytilyapti akalar. 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz. Otaman Nasib qilsa barakasini ko'ramiz. Buni ham savdosi bo'lyapti. Chetdik akalar. Voy, ba'da ham savdo bo'lyapti. 5, 10 plus minusda bo'ladi akalar. Aka nechinchi qorin, necha oylik bu? Tish bosgan aka. Tish bosgan. 9 oylik. 9 oylik. Tish bosibdi akalar, 9 oylik bo'g'ozimiz. Necha pul qilishyapti? Necha pul qilyapsiz aka? 16 million 500 ming so'm savdo qilyapti akalar. Tish bosgan aka. 9 oylik bo'g'oz. Bering biz mo'ljaldan ham baland so'radi, biz mo'ljal qilgandan. chek kamera toza. Nasib qilsa barakasini ko'ramiz akalar buni ham. Xudo xolasa. Ba'da ham savdo bo'lyapti akalar, bu gigantimi. O'ylari bu 30 plus minus. Aka necha pul qilyapsiz? 19 millionga o'tib bering. Necha oylik ekan bu? Ya siz olganmi? Necha oylik ekan? Qisirmi bu? Qisir ekan aka. Suti bormi aka? Suti yo'q. 19 millionga o'tib bering, savdo bo'lyapti. Barakasini ko'ramiz bu ham savdo. Voy aka, bo'g'ozmi bu? Necha oylik? 5 oylik. Nechinchi qorin? 4-chi qorin. 5 oylik bo'g'oz ekan akalar, 4-chi qorin. Bo'ylari 125, 130 minusda. Ishlari joyida, albatta. Narxi nech? Narxini 25 million deyapti. 25 million. So'radim bozor. 20 million. 20 million qilishyapti. Akalar 25 million narx aytilyapti. Og'zida mana kangolari bilan. Voy aka, nomer qo'yib bering, bormi yana shunaqalardan? Ayting. 33lik. 33lik. 127, 127 48, 47. 48 47 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib barakasini qilib olaverasizlar akalar. 8 litr sutdan beryapti. Ha, 8 litr sutdan beryapti. Akalar 8 litr suti ham bor ekan. Bemalol xayriga o'tib berasiz, xudo xolasa. Birinchi marta mol savdo qiyin. Mol kam ekanda bugun. Bozoringizni bersin voy aka. Voy, mana uni qaranglar, aka kelgan. Novosga o'xshaydi bu. Turuvlarni qarang. Inshaalloh. Juda go'zal. Novosga o'xshatib yuboribsiz aka buni. Bo'ylari. Darasini ovoz qo'ygan. Buni 35 deydi akalar, taxmin. Bo'ylari plus minusda. Qo'yilmaganmi aka bu? Bo'g'oz 3 oylik. Ha, 3 oylik bo'g'oz ekan. Birinchi qorinmi? Ikkimi? Ikkinchisimi? Ikkinchisi. Ikkinchi qoringa akalar 3 oylik bo'g'oz ekan. Narxi nech pul deyapsiz aka? 30 million kami bor. So'radim bozor aka. Baland. 25 qilyapti akalar. Aka, ishqibozlarga bu nomer qo'yib beraylikmi?
Nomer kopyayla 94 507 65 43 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar. Juda go'zal. Ha, bu ham sizdan. Bunisi ham akalar 125 plus minusda. Bu ham 3 oylik bo'g'oz aka. Bu ham ikkinchisiga ham aka? Bu ham ikkinchisiga 3 oylik bo'g'oz. Bunisi nech pul deymiz aka? Bu ham 30 million kami bor. Mana. Qiziqqanlar akalar, ikkita bemalol aloqaga chiqib barakasini qilib olaverasizlar aytilgan nomerlarda. Bozoringizni bersin aka. Ketdi aka. Aka bu ham bo'g'ozmi? Qisir. Uchinchisi? Ha. Bunisi nech pul aka? 20 million. Bu ham Asha akaniki, shu nomerga telefon qilishaveradi. 3 ta ekan, bunisi qisir ekan akalar. Ammo mollarga vaqti sifatiga gap yo'q. 3 ta akalar. Bozor so'radim buni aka. 17,5 qilish. Tug'magan bu yo tuqqanmi? Tug'magan. Unaji. 17,5 million qilishibdi bozor akalar. Qiziqqanlar, xolasalaring bo'g'oziga xolasalaring mana xonajiniga. Bemalol telefon raqamlariga akamizga aloqaga chiqib baraka qilib olaverasizlar. Bozoringizni bersin. To'q qisirmi bu? Nechta tuqqan? 3 ta tuqqan. Suti bormi? Suti yo'q. Bo'ylab 25 minusda. Narxi nech pul deyapsiz? 18 deyapman. 18. So'radim bozor. Nech pul qildi balandni? 15,5 qildi bozor akalar. 18 dan aytilyapti. Nomer qo'yib beraylikmi to'g'ri qiziqqanlarga? Bormi yana? Yo'q, Bozoringizni bersin. Chetdi akalar. Oy, mana uni qaranglar. Aka xonajimmi bu? O'yilmagani narxi nech pul deyapsiz? 17 kami bor. So'radim bozor. Nech chiqildi balanddi? 15 million 700. 200. 15 million 200 qilibdi akalar bozor. Bo'ylab 10-15 plus minusda akalar. Mana. Bunisi nech pul aka bunisi? 16 kami bor. Mana. Buni ham bo'ylari shunaqa akalar. 15 plus minusda xudo xolasa. Nech pul qildi bozor aka? 14 million 200. Nomer qo'yib beraylikmi? Bormi yana shunaqalarda? Ayting nomer. 90lik. 209 10 35 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib barakasini qilib olaverasizlar akalar. Xudo xolasa go'zalidan. Bu sotilib ketsa yana bor aka. qaysi kanal? Alouz aka. Bozoringizni bersin. Ketdik. Nech pul qilyapsiz savdo? 14 million 650 mingga savdo qilishyapti akalar. 14 million 650 ming. 15 pul 20 plus minusda bo'ladi. Aka sotildimi haliga? Nech pul aka? 16 million. Bo'g'ozlarim bir chiqarib berasizmi mana bo'g'ozlarni aka? Telefon qilaverasiz. Chiqarib. Cho'lda emasman, cho'lda. Nechlik? 99. 147. 31 82. 31 Ha. 82. Ha. Obunachilarga zo'r narx qilib berasiz aka. Zo'r qilaman. Telefon qilaverasiz. Akalar nasib qilsa buni ham barakasini ko'ramiz, xudo xolasa. Aka, mana bunaqa xizmat. gaplashamiz. Bo'ldi. Mana akalar. Bunisini ko'raylik.
Uchqun ajinlardan. Aka necha pul deyapsiz buni? 11,5 million qilishdi. 11,5 qilishdi. Aytilayotgani qancha? 12,70 qo'shsa berib yuboradi. 12,5 qo'shsa. 12,5 qo'shsa berib yuborlar ekan, akalar, xudo xolasa. Yeb ichishi sog'liqlar joyida, aka. Yemlamalari qilishgan. Nasib qilsa buni ham barakasini ko'ramiz, akalar. Nima bo'lyapti aytdi. Kirishni umuman iloji yo'q. Bitta qanday kiramiz? Aka necha pul savdosi bo'lyapti buni? 16 milyon 300 Alovuz. Alovuz 16 milyon 300 ga savdosi bo'lyapti ekan. Aytilayotgani qancha buni? Oshton 20 deyilyapti. 20 kami bor. 20 kami bor narxi aytilyapti. 16 milyon 300 ga savdosi bo'lyapti. Bo'ylari bir 20 plus minusda akalar, xudo xolasa taxmin aytyapmiz. Bo'ldi aka, xo'p bo'ladi. 18 ga bo'lsa berilaveradi. 18 ga bo'lsa berilaveradi. To'g'ri, nomerni ayting, bormi yana bulardan? Ha, bash xolos, ha? Ha, bo'ldi. Bitta xolos ekan. Bari savdosi bo'lyapti, akalar. Nasib qilsa buni ham barakasini ko'ramiz, xudo xolasa. Bozoringizni bersin. Voy, mana ular qaranglar, sifatini aytadilar. Olasidan mana aytadilar, qorasidan. Bo'ylari bir 20-25 plus aytaveramiz akalar, xudo xolasa. Aka, yeb ichishlari qanaqa buni? Qani? Ey, baqachechi, necha pul deyapsan mollar? Ha? 40 million deyapti. 40 million deyapti. 40 million. Obunachilarga necha pul qilib berasan? O'tib beradi. Qo'shilsa beraman. 33 ga qo'shilsa beraman. 33 ga qo'shilsa, qisirmi bu? Bo'g'ozmi? Qisir, ha? Nechta tuqqan? Magan. Tug'magan. Tug'ishni biladimi? Ha. Bormi yana uyda bunaqalardan? Ha, bor. Nomerni ayt. 90lik, 90lik 407, 407 60 60-61 bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana ikkita xonajinimiz. Tug'magan-a bular orqan aka. Mana aytadi. 40 million kami bor deyilyapti. 40 million kami bor narxi aytilyapti aka. Orqan aka balanti necha pul qildi bozor? 33 million qilishyapti akalar. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa bu baraka bo'lib ketsa, yana bor ekan. Bemalol aloqaga chiqib savdosini qilib olaverasizlar. Ketdi akalar. Ey, arzon qilib berasan aniq, ha? Ha, qilib beraman. Hozirgi molimiz akalar. Savdosi bo'lyapti. Olasalaring beringlar, ola sultonmiz. Boshqa gaplar yo'q. Necha pulga chiqdi savdosi aka? 16,5 ga chiqibdi akalar savdosi. Barakasini ko'ramiz, xudo xolasa buni ham. O'zi bitib qolganga o'xshayapti ish. Ketdi akalar. Bunisini ko'ramiz akalar, 5 plusda akalar bo'ylar. Aka, yoshiga to'lganmi bu? Narxi necha pul deyapsiz? 14 kami. 14 kami bor. So'radim bozor. Balanti 12. Balanti 12 so'rabdi akalar. 14 kami bor narx aytilyapti. Dehqonchilikmi, tirikchilikmi do'stim? Dehqonchilik. Bormi yana shunaqalardan? Bitta shu xolos, ha? Bozoringizni bersin. Bunisini ko'ramiz akalar, turishini qarang. Bo'ylari 1.10 plusda, xudo xolasa. Narxi necha pul deyapsiz aka? 15 deyapti. 15. So'radim bozor. 11 ga beraman. 11.
qilishibdi akalar. 15 million narx aytilyapti. 10 milyon 100 mingga berilmoqda. Dehqonchilikmi bu aka? Dehqonchilik. Nomer qo'yib beraylikmi qiziqqanlarga? Ayting. 90 94lik 918 46 47 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib barakasini qilib olaverasizlar akalar. Bozoringizni bersin aka. Aka necha pul savdo qilishyapti? Buni 11 million qilyapti. 11 million 200 ming so'm. Bonosini 11 million 200 ming, ekran 11 million 200 mingdan qilyapti. Ikkovi ham 11 million 200 mingdan savdo bo'lyapti ekan akalar. Nechta tuqqan aka bular? Bular tug'magan. Ha, tug'magan. Ha. Tug'magan ekan akalar. 11 million 200 mingdan savdosi bo'lyapti. Biri 5, biri 10 plus minusda bo'yladi. Nasib qilsa bulardan ham barakasini ko'ramiz. Ketdi akalar. Lajba. Bo'ylari 1 plusda xudo xolasa. Aka necha pul qildi bozor? 25 ikkalasi. Grenford ha? Aytilayotgani qancha deyapsiz? 35 milliondan aytilyapti akalar. 25 million qilishibdi jupiga. Bormi yana bunaqalardan aka? Nomer qo'yib beraylikmi? Ayting. 90lik 269 22 79 qiziqqanlar. Ha 369 22 79 a? Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib barakasini qilib olaverasizlar. Bu sotilib ketsa xudo xolasa yana bor ekan akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Juda go'zal. Ya bo'ldi. Bozoringizni bersin aka. Aka necha pul savdo qilyapsiz? 10 milyon 100 mana u. Mana uni 10 milyon 100 ga savdosi bo'lyapti akalar. Biri 5 plus minusda xudo xolasa akalar. 10 milyon 100 mingga mana bu yerda savdosi bo'lyapti. Nasib qilsa buni ham barakasini ko'ramiz xudo xolasa. Ketdi akalar. Har doimgidek eng kichkinalarni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz akalar. Eng yoshlaridan mana. Bozorda eng erkatoylari. 70-80 deylik o'ylayman. Aka narxi necha pul ekan bular? Hozir egasi keladi 30 sana. Xabaringiz yo'qmi narxidan? 17 million kami bor deyapti. Mana uni, ha? Buni 7 million kami bor deyapti akalar. Egasi qachondir ketibdi bu. Hali savdo bo'lyapti. Acha qaysi savdo bo'lyapti? Necha pulga? 73,5 ga akalar 7 million 350 mingga savdosi bo'lyapti. 70-80 bo'yladi. Yarımga oling deyapti. 200 ming talashilyapti-da. 200 ming so'm qopti akalar. Barakani qilaylik aka ketdik bu. Mana akalar. 200 ming so'ralyapti. 7,5 million narx aytilyapti. 7 million 300 ming so'm savdosi bo'lyapti. Telefon qilaverasiz. Shu YouTube'da a'lo o'zida yozsangiz nomer bor. Bu ham savdo bo'lyapti. Xo'sh, tog'a necha pul qilyapsiz? 8 million 50 ming qilyapti mana. Buni ham bo'ylari akalar 80-90 deylik, minusda. 8 million 50 mingga savdosi bo'lyapti. Dilyor qara. Dilyor aka qalay ishlar? 8,5 qilyapti. Baraka yurgizing aka bu videoga endi. Hozir egas zo'rqa turib qoldi. Bizda to'qqa ham pulimiz yo'q. Bob baraka ketdi aka.
Nimada chiqamiz endi? YouTube'da Alovuz. Bittasini ko'rsataman. Qashab ketadigan narsa qilmayapti. Ajalabchi savdosi uzayib turibdi. Yaxshi qilsa buni ham barakasini ko'ramiz akalar. Qisqa videolarda ko'rasizlar barakasini. YouTube'ga yo Instagramga joylaymiz. Bugun Farg'ona viloyati Quva tumanini xo'p, Bo'g'oz qisir xonajinlarni obzor qildik akalar. Qo'ldan kelgancha sizlardan parda shiptidan like bosib, komment bosib, fikrlarni qoldiringlar. Lokatsiyani bo'lsa Telegram gruppamizda Alovuz deb yozsalaring chiqadi. Telegram gruppamizga tashab qo'yamiz. Bemalol ko'rasiz. Baraka bo'ldimi? Nech pulga bo'ldi baraka? 81 ga bo'ldi. Bu ham 100 so'm beryapti. Ha, bittami 100 so'm? Ha, bo'ldi. 82 ga bitta. 82 ga akalar, hozirgimiz. Mana barakasini ham ko'rdilar. 8 million 200 mingga mana baraka bo'ldi. 8 million 200 ga hoş tamam. Barakasini bersin. Olganga sotganga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Shu bilan nihoyasiga yetkazamiz.